Assalomu alaykum, hurmatli diabetni davolash kanali muxlislari. Bugun Galvus Med emas. Galvus Med haqida ham alohida dars bo'ladi. Bugun Galvus dorisini agar sizga doktoringiz yozib bergan bo'lsa, nima maqsadda yozib bergan? Bu dorini qanaqa nojo'ya yomon ta'sirlari bor, qanchalik foydasi bor, qanchalik qondagi qandni tushiradi? Shunaqa ma'lumotlarni o'rganamiz. Biz hech qaysi dori firma bilan hamkorlik qilmaymiz. Galvusni qancha ichaman, necha mahal ichaman degan savollar bermanglar. Buni doktoringiz hal qiladi. Bu video Galvus dorisini ichishga targ'ib emas. Bu sizni tibbiy bilimingizni oshirish va agar siz Galvus ichib yurgan bo'lsangiz, qanaqa qilib u dorini to'xtatish, qanaqa qilib u doridan chiqib ketib tuzalish haqida ham ma'lumotlar bo'ladi. Demak, biz hech qachon reklama bilan shug'ullanmaymiz, bilasizlar. Xo'p. Demak, 30 sekund vaqtingizni intervyuga olaman. Keyin Galvus haqida gaplashamiz. Vaqtimiz yetarli bo'lsa, savollarga javob berib ketamiz. Ba'zi bir bemorlarimizni ko'zi yoki yuzi siz tanimasligingiz uchun yopiq bo'ladi. Endi bemorni eri, bola chaqasi yoki o'zi yuzimni ko'rsatmang desa shunaqa bo'ladi. Qolganlarning yuzi ochiq videolar ko'p. Nega bu videoda yuzi yopiq ekan deb o'ylamanglar. Umidjon 1 yillik bemorman. Hozirda bemor emasman, Xudoga shukr. Уже 4 oy bo'lyapti dori ichmayman. 1-oktyabrda sahar kasalligimni bilganmanda, to'g'risi 2 yil 3 yilda o'lib ketaman deb o'ylaganman, to'g'risi. Keyin YouTube'da titkilab srazi borganman. Lecheniya yozib bergan. Xudoga shukr, chatga qo'shilganimda 3-oyda doridan chiqdim butkul. Eng omadli inson. Yangi diabet bo'lib qolganlar, endi men diabet bo'lib qoldim deb vahima qilmanglar. Yangi diabetni davolash oson. Demak, YouTube'ni titkilaganman, Umidjonni topganman, ko'rikka borganman. Xo'p. O'rtoqlar, YouTube'ni ko'rib qolsangiz, bugun meni ko'rib qolsangiz, qolgan videolarimni ko'ring. Non yemang, qora non ham shu jumladan. Oq non ham, qora non ham. Ko'chadan sotib oladigan nonlar mumkin emas. Guruchni yig'ishtiring, mevani to'xtating, xamir ovqat yemang, shirinliklar yemang, boshqa videolarni ko'ring. Mana shu bemorimiz chatga qo'shilgandan keyin 3 oyda tuzalib ketganman deyapti. Chat yoki maktab bu bizning Telegram kanalimiz. Erta 2 oyga 3 mahal menyular, retseptlar kanalida 400 dan oshiq retseptlar. Siz hamma savolingizga javob, diabetdan qanaqa tuzalish bo'yicha video darslar, qanaqa dieta, qanaqa sport qilishlar bor. Mana shu meni Telegramim, nomerimni saqlanch qiling. Telefon qilib ovora bo'lmang, ko'tarmayman. Telegramdan yozing, javob beraman. O'sha maktabga qo'shing yoki Telegram kanalingizga qo'shing deb yozingda, bir marta to'lov qilib doimiy ravishda qo'shiladi. Dietani boshlang, sportni boshlang, balki shundoq ham tuzalib ketarsiz. Juda bir to'liq tekshiruvlardan o'tib davolangiz kelsa, keyin mayli kelarsiz, lekin dieta, sportni shu videoni ko'rishinglar bilan boshlanglar. Xo'p, Galvus haqida o'tamiz, demak, oldin Siglip degan dori o'tib beruvdim, sitagliptin. Endi bu ham shu gruppaga kiradi, tarkibida vildagliptin degan modda saqlaydi. Inhibitor DPP4 degan gruppaga kiradi. Boshqa tenegliptin yoki linagliptin, saksagliptin degan moddalar saqlovchi 5 xil dori, sitagliptin bilan, vildagliptin bilan. Bular ham shu gruppaga kirishadi. Sitab, Siglip, Galvus, Yanuviya, Tenebit, shunga o'xshagan dorilar hammasi bitta gruppaga kiradi. Xo'p, demak, qanchalik foydali ekan? Buni qancha ichasiz, necha oy ichasiz, buni doktoringiz tekshiruvlardan keyin yozadi. Bu biza shu dori haqida umumiy tushunchalar, foydaliligi, shunaqa narsalarni haqida sizga gaplar etib beramiz. 2014-yilda meta-analiz qilingan. Meta-analiz degani juda ko'p analizlarni jamlab, umumiy xulosa qilish. 8000 tadan ko'p odamlarga Galvus ichirishgan, 12 haftadan toki 52 haftagacha. Bu bemorlar, ya'ni даже 3 oydan 1 yilgacha ichgan ekan, glikirlangan gemoglobinni 0,7% ga kamaytirgan. O'rtoqlar, glikirlangan gemoglobin degani shakar yopishib qolgan gemoglobin. Qonda necha foiz shakaringizga
gemoglobiningizga necha foiz gemoglobiningizga shakar yopishib qolganini tekshirsa, sizni kun davomida o'rtacha qondagi qandingiz necha yurganini bilib olsa bo'ladi. Glikirlangan gemoglobin sog'lom odamlarda 5,5% dan kam bo'ladi. Demak, mana shu saxir odamlarda 6,5 dan baland bo'ladi. Shuni 0,7-1% ga tushirar ekan. To'g'ri dieta qilish, to'g'ri sport qilish glikirlangan gemoglobinni 2-3% ga tushiradi. Endi galvus ichsangiz, to'g'ri dieta, to'g'ri sport qilsangiz maktabimizga qo'shilib olib, glikirlangan gemoglobiningiz 4% ga tushsa, agar sizda misol uchun hozir 8,5 bo'lsa, juda baland, juda yomon hisoblanadi. 4% ga tushib 4,5 ga tushsa, soppa-sog' odamnikidek hisoblanadi. Shuning uchun dieta, sport esingizdan chiqmasin. Yana bitta tekshiruv qilingan. Xo'p, demak davom etamiz. Yana bitta tekshiruv qilingan. 2007-yilda Diabeteskeya jurnali, bu diabetni davolash jurnalida 632 ta bemorga 24 hafta ichirishgan galvusni 50ligini 2 mahal, glikirlangan gemoglobini 0,9% ga tushgan. Demak, o'rtoqlar, glikirlangan gemoglobin sahrni nechtaga tushiradi, shuni yaxshisi bizga aytib qo'y deb kutib turganlar bo'lsa kerak. O'rtoqlar, galvus o'rtacha qondagi qandni, ertalabki qondagi 1-1,5% ga 1,5 millimol litrga tushiradi. Misol uchun, sizning ertalab qondagi qandingiz 8,3 chiqib turgan bo'lsa, demak, galvus ichishni boshlaganingizdan keyin bir necha kundan keyin 7 ga tushirishi mumkin. Bu dieta, boshqa narsalarni hisobga olmagan holatda, ya'ni ko'p tushirib bermas ekan. Shunaqa dorilar borki, tez tushiradi yoki oddiy dieta ham bundan zo'r tushiradi. Bu galvus ichmang, doktoringiz yozib bersa degani emas. Siz galvus ichayotgan bo'lsangiz, meni tavsiyam 100% to'g'ri dieta qiling, 100% to'g'ri sport qiling. Keyin saxiringiz 5 ga tushganida galvusni kamaytirasiz. Doktoringiz bilan maslahatlashib, saxirim tushib ketyapti, agar kamaytirmasam yana ham tushib ketadi. Yarimta ichsam maylimi, 4dan 1ni ichsam maylimi, tuzalib qoldim, to'xtatsam maylimi deb shunaqa qilib tuzalib ketasiz. Xo'p, to'g'ri dieta, to'g'ri sport. Hozir bozorni bemalol aylanib ko'ringlar. Faqat diabetni davolash degan Telegram kanalda bor. Boshqa joyda yo'q. Bekorga ovora bo'lmanglar. Boshqa doktorlar kam-kam yeyavering. Ozgina yesangiz mayli, qora non yesangiz mayli, meva yesangiz mayli, ko'p yemang, yana boshqa sizga noto'g'ri maslahatlar beradi. Endi bu doktorga ham ustozlari shunaqa o'rgatgan yoki o'zini fahm farosati yetmaydi. Hech bo'lmasa meni videolarimni ko'rsa bo'lardi. 2-3 ta doktorlar ko'rib shunaqa tavsiyalar berishayotgan ekan, menga o'xshagan meva yemang degan. Lekin sizlar ularni mensimaysizlar. Aytganini qilmayapsizlar. Xullas o'zingizlar bilasizlar. Davom etamiz. Qanaqa galvus ozdiradimi, ozdirmaydimi? Galvus ozdirmaydi. Misol uchun boshqa dorilar ozdirishi diabetdan tezroq tuzalishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun semizroq odamga galvusni bergan befoyda, insulini baland, insulin rezistentligi yuqori odamga galvusni o'zini bergan befoyda. Xo'p, galvusdan unchalik ham saxir tushib ketib qolmaydi. Haliga bir xil dorilar bor, saxiringizni tushirib yuboradi, qaltirab qolasiz. Misol uchun bu insulin yoki amaril diabetonga o'xshagan dorilar ehtiyot bo'lib ichib yoki saxir tushib ketsa, shunga qarab davoni o'zgartirish kerak. Galvusda unchalik ham tushib ketmaydi. Shuning uchun galvusni qari odamlarga yoki endi diabeti boshlangan, saxiri unchalik baland emas, unchalik semiz bo'lmagan odamlarga doktorlar yozadi. Agar sizga doktoringiz galvus yozgan bo'lsa, demak, ishonch bilan siz dieta, sport qilib tuzalib ketsangiz bo'ladi. Chunki bu shundoq ham kuchli dori emas, endi nomiga yozib bergan deb hisoblaymiz. Galvus yurakka zarar ekan, pochkaga zarar ekan, jigarga zarar ekan, oshqozon osti beziga zarar ekan degan qo'ni qo'shnilardan, mahalladagi kampirlardan yoki yaqin tanish bilinglaringizdan yoki meditsinadan bilimi bor bo'lgan ba'zi bir tanishlaringizdan eshitsangiz, ishonmang, bunaqa nojo'ya ta'sirlari juda kam uchraydi. Uni kuchli nojo'ya ta'siri yo'q. Kimnidir ozgina boshini og'ritishi mumkin. Kimdadir ozgina oshqozon ichagiga yoqmasligi mumkin, lekin protsenti kamroq. Misol uchun oddiy metformin oshqozonimni og'ritdi desa ishonamiz, jigarini og'ritdi desa ishonamiz, ichi ketib qoldi desa ishonamiz, lekin galvuslarda sitagliptin, sitab, vildagliptinlarda nojo'ya ta'sirlar kam bo'ladi, chunki kuchli dori emas.
Buni yengil diabetlarga yozishadi. Xo'p. Xullas, shuni aytmoqchimizki, agar galvus ichsangiz 0.9-1% ga glikerlangan gemoglobin tushar ekan, saxar 1.1 millimol/litrga tushar ekan. Boshqa dorilar bilan solishtirsa, misol uchun sitagliptin, sitab degan dars o'tib berganman. Unda 0.5-0.7% ga tushirardi. Tinibit degan dars o'tib berganman. 0.7-1% ga glikerlangan gemoglobinni tushirardi. Nima uchun buni qaytaryapman? Birinchidan menga yaxshi bo'ladi, esimda qoladi. Ikkinchidan siz ham boshqa dorilar bilan kuchini solishtirib olasiz. Bu sizga kerak emas bo'lishi mumkin, lekin balki o'sha bitta ikkita paxan parosati bor endokrinolog ko'rayotgandir, solishtirar, paxan parosatini ishlatar yoki dieta bilan, sport bilan qanchalik farqi kattaligini ko'rib, balki dieta sportni o'zingiz boshlarsiz. Diampa degan dori o'tib berdim. 0.7-1% ga glikerlangan gemoglobinni tushiradi. Mana shu galvus ham 0.7-1% deb hisoblasak bo'ladi hozir. Demak, diampa bilan kuch teng. Lekin diampani boshqa odamga yozamiz, galvusni boshqa odamga yozamiz. Buni tekshiruvlardan keyin doktorimiz hal qiladi. Diabetonni o'tdik. 1-1.5%. Lekin diabeton insulin kam ishlab chiqaradigan ozg'in bemorlarga yozamiz. Semiz bemorga yozsak noto'g'ri bo'ladi. Metformin 1-1.5% ga tushiradi. Lekin uni gruppasi boshqa. Sitamet degan dori 50 ming katta dozada. Bu galvus metga o'xshagan. 2 mahal ichirsak 1.8-2% ga tushirardi. Demak, ikkita dorini qo'shsa foydasi ko'payadi. Lekin hozir siz galvusdan galvus metga o'tsangiz, o'zingizga nojo'ya ta'sirlar orttirib olishingiz mumkin. Dorini doktoringizni ishtirokisiz o'zgartirmang. Va eng kuchli saxir tushiradigan narsa bu hayot tarzini o'zgartirish, to'g'ri dieta qilish, to'g'ri sport qilish. 2-3% ga glikerlangan gemoglobinni tushiradi. Videoni boshida tavsiya qilganimdek, doktoringiz aytgan dorini aytganiday iching. Lekin men aytganimdek dieta sportni boshlang va saxaringiz 5 ga tushsa, ovqatdan keyingilari 7-6 dan past bo'lsa, sekin-sekin kamaytirib tuzalib chiqib ketasiz. Mana shu diabet maktabiga qo'shilgan odamlar, mana shu Telegram orqali qo'shilib, bir martagina pul to'lab qo'shilib olgan odamlar shunaqa tuzalyapti. Ba'zilari ko'rikka kelib, gormonlarini tekshirtirib, to'g'ri davoni yozdirib tezroq tuzaladi. Ba'zilari oddiy dieta sportda tuzaladi. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham tushkunlikka tushmanglar. Sizlarga har kuni tuzalgan bemorni ko'rsatyapman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.